Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Bir oilada 3 nogironda video chiqardik. Saxovatli insonlarimiz qo'ldan kelgancha yordam qilishdi. Pullar tashashdi. Hozir yig'ilgan pullarni shu xonadonga olib kelib, hozir topshiryapman. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh yo'lida qilgan ehsoninglar o'zi dargohida qabul qilsin. Ajrini u yoqda mukofotini katta qilib bersin. Onaxonimizga ko'proq yordam kerak edi, dori darmoniga. Komiljon akamiz birinchi guruh nogironi edi. Onaxonimiz ham og'riyapti, grijalari bor ekan qornida. Shunga pul yig'yatdik. Oz bo'lsa ham hozir yig'ildi. 600 mingdan oshiq yig'ildi. Hozir 600 mingni olib keldim. Qolgan plastikda turibdi. Xudo xolasa uni ham yechib, yana tushib qolsa olib kelib beraman. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Men onaxonga pulni topshiryapman. Men onaxon yig'ilgan pullarni dorilaringizga ishlating. Xudo xolasa yana pullar tushadi inshaalloh. Duo qiling bir. Topganlarga baraka bersin. Umid qilayotgan bo'lsanglar, ishinglar doim oldiga yursin. Alloh dard harakatdan, yomon kasallardan Xudo saqlasin. O'tganlarni joni jannatda bo'lsin, qolganlar salomat bo'lsin. Topganlar to'ylarga yaxshilikqa, xursandchilikka buyursin. Shuni olib kelgan sizni ham ta'joringiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. To'y tomoshalarni qilib, yaxshi kunlarni ko'rib, yaxshi ekan bu men. Hammanglarga tashakkurlar, hammanglarga rahmat. Alloh yo'lida asha kartamizga yana ko'ngilda bo'lsa tashlayverasizlar. Shu xonadonga olib kelib topshiramiz. Har bitta insonga 3 ta inson bo'lsa, har bittasiga yordamimiz zarur, yordamimiz kerak. Sababi onaxonimiz birinchi o'rinda onaxonimizni dardlari og'ir. Xudo xolasa sizlar yordamingizda onaxonimizdan dori darmonlarga pul yig'ib davolaveramiz.